Angren shahar tezkor xodimlar tomonidan shubhali avtomashina to'xtatilgan ekan. Aynan mana shu Onyx rusumli avtomashina bagaj qismidan bir dona o'tkir tig'li jism, ya'ni pichoq va taqiqlangan moddalar aniqlandi. Akam bilan gaplashib o'tirib, endi ketmoqchi bo'ldim, musorlarni yig'ib turib, musorga mashinaga soldim. Mana musorga bor, 500 metr bu yoqda. Tashib ketaman degandim. Ichki ishlar xodimlari kelib tekshirishdi bu. Mashinadan noqonuniy narsa chiqmadi bunaqa. Moddalar chiqqan, noqonuniy moddalar chiqqan yo'q. Pichoq chiqdi, keyin o musorkaning ichidan u narsa chiqdi. Musorkaning ichidan u kimniki edi musorka? Mana bu musorka edi. Bular moshinalardan chiqdi-yu, musorkadan chiqdimi? Moshinalardan? Yo'q. Ortdan ket, tushundim, qara. Ortdim kelishdi. Shu yerda olib mashinangizga ortdingiz. Ortdim. Pichoq nima uchun bu ahvolda turibdi? Pichoq, non-pon bolalar obed qiladi, svarshik mana atlet narsa turibdi. Obed qilib turib, nonlarga qo'yib turib, pichoq qo'yib qo'ygan ekan. Qiziq. Bu bakalashkada nima qilingan ekan? Usti kuydirilgan, tagi esa kesib olingan. Angren shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan xavfsiz va sog'lom yurt tadbiri amalga oshirilmoqda. Kechqurun soat taxminan 10:30 atrofida shubhali tuyulgan Onyx avtomobili ko'zdan kechirildi. Xolislar ishtirokida. Ko'zdan kechirilgan paytda avtomobildan taqiqlangan jism va taqiqlangan moddalar aniqlandi va belgilangan tartibda xolislar ishtirokida ashyoviy dalil sifatida olindi. Hozirda holat yuzasidan Angren shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda.